Oldingi yili sayyadan ekangan bu mushukni beqib olganning yog'i bizning remontxonada mushuk teximjiqtab ketdi. Keyin av qor mushukni mashina so'qib o'tib, yan bir mushuk yolg'iz yegani qoldi. Mushukning amrayi nayt azoblandi. Hatto necha kungacha qo'rsqog'a hech nima yemadi. Mushukning bu holatiga qarab mening nayt ichim serildi. Mushukning qarashlaridan xuddi menga mening juftimni qaytarib ikkappa deganda qiladi. Keyin bu mushukka nurg'ulg'an mushuklarni tunishtirgan bo'lsam-mu yanılan ko'ngil echilib boqmadi. Barbara bizning remontxonada mushuklar jiqtashga boshladi. Chunki bu hayvonlarni o'zi ko'ngil tortgan yerga amroqda. Mening mushukka bo'lgan amroqlik, mushukka bo'lgan qiziqishim balkim mushuk beqib boqmagan odam aslo his qilolmaydigan bir his tuyg'u deb qarayman. Aqlim bak hayron. Dunyoda birdan bir o'zining chiqrindilarini bir taraf qilgan birdan bir hayvon mushukka qarang. Hatto insonlarmi mushukning qo'liga suv quyib bermaydi bu jihatda. Uyingizda bir tal mushukning bo'g'ini uyingizga baxt, omad va boylikning yetib kelish oldida ekanligini bildirdi. Chunki mushuk insonlarga eng yaqin hayvon bo'lib, har bir mushuk insonlardan tarqalayotgan mehr, muhabbat hamda baxt, omadni his qila oladi. Siz mushuk boqqandan keyin shuni his qilsiz. Amaliyotda dunyodagi eng pokiz narsa dal mushukning ko'zi. U boy kambag'al demaydi. Sat pokiz chiroyliqmi demaydi. Yana kelib u odamlarga o'xshash saxtipaz emas. Mayli siz qanday odam bo'lishingizdan qat'iy nazar, uning ko'zida faqat sizlar bor. Gerçi o gap qılamısımı biroq hammani tushundi. Kichik vaqtimizda mushuk yutib kelsa va yoki o'lib kelsa kechgacha yig'lab chiqardik. Bir yerdan mushuk olmamiz kep qoldiganda mushuk his tuyg'ular bilan cho'ng'agan bolalar bormi? Inkas rayon qoldiringlar, paranglashimiz. Ma'bu bayqiliq o'lib ketgan mushukning eri shu. Bu mushuk kundan kunga urug'lab, to'pqin qaytilmay, kasal bo'lib o'lib ketish xavfiga yetdi. Chiqilib mushukning azoblanganini ko'rib boqmabdi ekanman. Keyin mushukning hammasiga vaksina millatdik. Xatangacha daykanni atib, ko'nglingiz yerim bo'lganda, ichingiz titildab, hech ishingiz oqmagan chaqda, birdan bo'lsa diqqatni burab, ichingizdan chiqarib bir kulishga sabab bo'ldigan mushundoq jon-jonivorlarni hamda atrofdagi shaylarga minnatdorligingizni bildiring. Oxirida har bir mushuk beqiyotgan qarindoshlar mushuklarni Inkas rayoniga yo'llab boqinglar. Qaysimizning mushuk chiroyli bir ko'rib boqili. Ata mushukka bir uy yasab bermoqchi. Yurak berib qo'llab qo'ying, rahmat.